Davlat kadastrlar palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi To'rtko'l tumani filiali idoraviy arxivida 52.300 ta obyekt kadastr hujjati mavjud bo'lib, shundan 47.629 tasi turar joy, 4.671 tasi noturar joydan iborat. Oldingi arxivda temir stelajda hujjatlar ko'p joy egallar edi. Davlat kadastrlar palatasi raisining namunaviy arxiv dasturi loyihasiga asosan To'rtko'l tuman filialiga zamonaviy mobil stelaj o'rnatildi. Hozirgi zamonaviy mobil stelajda ko'proq hujjat saqlashga imkoniyat yaratildi. Arxivda 25 ta stelaj o'rnatilib, shundan 13 tasi relsli stelaj, 12 tasi turadigan stelajdan iborat. Uslubiy qo'llanmaga asosan hujjatlar qator raqami, karton quti raqami va hujjatlar raqami bilan raqamlashtirildi.